kamroq etaj bo'lsin, g'ishtdan bo'lsin, tinch joydan bo'lsin deganlar uchun ikkita zo'r uy topib qo'yganmiz. Salom City turar joy majmualaridan aynan siz istagan 5 qavatlik g'ishtdan bo'lgan mustahkam xonadonimiz. Hozir ayni biz 3-qavatdamiz. Qurilishlari juda ham avjida. Bemalol mana shu raqamlarga murojaat qilib, bog'lanib uylar haqida to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Endi hammani tabi har xil, kimdir tinchlik kerak, qo'ni-qo'shni kam bo'lsa yaxshi deganlar uchun ayni muddao. Shundoqqina derazangizning qarshisida sport maktabi. Faqatgina sport maktabi emas, xonadonimizning yaqinida Ramanka mashhur somsalari, birinchi maktab, Voyinkomat, Xalq banki, hokimiyat, ya'ni Istiqlol ko'chasi, bu yerlardagi savdo nuqtalar, ovqatlanish markazlari, mini foodlarda hamma biladi. G'ishli masjid, birinchi oilaviy poliklinika, davlat bog'chasi, xususiy bog'cha. Qisqacha qilib aytganda, juda ham zo'r lokatsiyadan joy olgan va siz ham ushbu xonadonlarni sotib olib, ajoyib lokatsiyada mazza qilib yashash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Lift bilan jihozlangan, yopiq hudud, kuzatuv kameralari va eshiklarga ham o'sha zamonaviy kodli qulflar o'rnatib beriladi. Sharoitlari juda ham a'lo darajada. Qisqacha qilib aytamiz, Salom City bu aynan siz istagan qulaylik.